Lo'liga o'xshab kiyim olganimni qaranglar qizlar. Hozir shu makiyajni atigi bitta produkt bilan tozalaymiz. O'rik donaga kukunidan qilingan umumvalq qizlar. Mayda tochkalarni ko'ryapsizlar, bu o'rikning donaga. Buni nima foydasi bor deydigan bo'lsanglar, o'rikning donaga bu tabiiy ekstraktlardan olingan produkt. Ya'ni yuzingizni quritvormaydi, yuzingizni achishtirmaydi, yuzingizdagi o'lik teridan tozalab beradi va poraligicha chorniy tochkalarni tozalab beradi. Hozir tekshiramiz qizlar. Menda chorniy tochkalar bor, lekin ular hozir makiyaj tegidan bilinmayapti. No, makiyajni qanchalik toza qilishini ham bittada tekshirib olamiz. Men yuzimga maslenniy tengi ishlatganman. Ularni yuvish juda ham qiyin, ya'ni bittada chiqmaydi. Hozir tekshiramiz. Bu yuvalmaydimi, yuvalmaydimi qizlar? Hidi вообще zo'r ekan. Milliy konsistensiya bo'lgani uchun yuzinglarni quritmaydi qizlar. Bittada makiyajimni eritib yubordim. Mana qizlar, poralarni ko'rishingiz mumkin. Вообще idealniy tozalangan. Eng qizig'i, yuzimda hech qanaqa qurish yo'q, раздражение yo'q. Chunki bu tabiiy ekstraktlardan qilingan, o'rik donagidan qilingan gelli umumvalq qizlar. Nalichida bor, zakaz berish uchun yozinglar.